Sizlar ham eshitdinglarmi? Bananga HIV bilan kasallangan odamlarni qonini shpris bilan yuborishmoqda. Shunaqa bananlar demak uchrab turibdi. Bularni yeyish kerak emas degan videolar, ovozli xabarlar ijtimoiy tarmoqda keng tarqala boshladi. Mutaxassis sifatida ushbu holatga izoh berib o'tmoqchiman. Bananlardan qon chiqishi mumkinmi? Qon emas-ku, xuddi shunday qizil suyuqlik yoki qizil massa chiqishi mumkin. Bu ulardagi nigrospora zamburug' kasalligi yoki muko bakterial kasalligidan kelib chiqadi. Bu tropik o'lkalarda bananni zararlovchi eng asosiy kasalliklardan. Buni banan yetishtiruvchi mutaxassislar juda yaxshi biladi. Shu bois u hech qanday qon emas. Ya'ni u kasallik, bunaqa bananni yeyish kerak emas. Agar siz bananni ochganingizda ichidan xuddi shunaqa qizil massa yoki qizil dog'lar chiqib qolsa, bu demak kasallangan banan, po'chog'i toza holatda bo'lgan bo'lsa ham uni yaxshisi tashlab yuborish kerak. Endi bananning ichiga rostdan ham qon yuborishadimi? Yo'q, unaqa qilib o'tirmaydi. Shuncha qonni qayerdan oladi degan savolni o'zingizga berib ko'ring. Endi shunday bo'lgan taqdirda ham u sizga yuqmaydi. Chunki hozirgacha tibbiyot tarixida biror marotaba HIV virusi oshqozon trakti, ya'ni sistemasida, ya'ni ovqat hazm qilish yo'li orqali yuqtirilgan keys qayd qilinmagan. U faqatgina himoyalanmagan jinsiy aloqadan, to'g'ridan to'g'ri qon bilan bog'liq protseduralardan va onadan bolaga yo'nalishida yuqadi. Boshqacha yuqish yo'li yo'q. Shu bilan birga agar mabodo bananga shpris orqali shu qon yuborilganda ham bananning po'chog'i juda tezda chirishni boshlaydi, chunki u yerda teshilgandan keyin, ya'ni igna kirib chiqqandan keyin shunaqa bo'ladi. Virus bo'lgan taqdirda ham u tashqi muhitda juda tez halok bo'ladi, ya'ni HIV virusi u yerda yashamaydi. Shu bois bu xabarlar shunchaki fake. Bu faqatgina O'zbekistonda emas, butun dunyodagi juda ko'plab davlatlarda ham bu narsa, bunaqa xabar tarqaladi. Bu asosan banan yetishtirmaydigan va bananni import qiladigan davlatlarda kuzatiladi. Sog' bo'linglar.